Aynan implant spiralimiz hammasi har doim upakovkada keladi bizga. Chunki buni o'zini garantiya taloni, o'zini quyi kodlari bilan mana bu yerda. Bu yerda mana ism familiyalar to'ldiriladi. Bizlar qachon qo'yganmiz, qayerda qo'yganmiz, kim tomonidan qo'yilgan, mana shu narsa hammasi mana shu korobkada bo'ladi va biz to'ldirib buni ayolimizga berib yuboramiz. Implantni o'zi mana bunaqa ahvolda bo'ladi, mana holati, mana. Buni aynan ochilishi ham oson, qo'yilishi ham oson. Ko'pchilikka bu juda ham nima bo'ladi, vahimali bo'lib ko'rinadi. Aslida hech qanaqa vahimali narsa emas. Mana bu ninani ichida mana elastik tayoqchasi bo'ladi. Aynan mana shu elastik tayoqcha, bu progesteron gormoni bor. Juda ko'pchilik implantni mendan nima edi bu deb so'rashadi. Gormon bormi deb so'rashadi. Albatta gormon bor. Gormon bo'lmasa qanday qo'lga qo'yilgan narsa bu yoqqa bachadonga bola bo'lmasligi uchun yordam berishi mumkin. Buni bir tafakkur qilib o'ylab ko'rishimiz kerak-da.